Ana endi uy olish vaqtlari keldi, 2 xonalik. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Biz hozir Sharqda gastronom yo'l yo'nalishi deydi. Mana shu Sherbudindan, Buxoro shahar Sherbudindan Nurafshon Kalsoga boraverish. Mana shunaqangi chiroyli joydan, chiroyli manzarali, ob-havoli, haqiqatan sihatli. Mana bu probka joyiga kirmayman degan aka-ukalarimizga juda ham zo'r. Hammaga zo'r. Sababi narx zo'r. Qolgan ma'lumotni kvartiramizda davom etamiz. Ketdik. Demak boshladik. Sharq 1da demak mana shunaqangi chiroyli xonadon. Demak aytib o'tganimizdek 6 metrlik balkon, 2 tomonlama proyektli narx yetaklaydi dedim-ku. Kirishdan proyektini hamma biladi. Hozir endi salgina nosaramjomligi nersa, jihoz ko'p. Jihozlarimiz shundoqina olib chiqib ketadilar. Xudo xolasa mana shu uyni sizlarga taklif qilaman. Deraza qismlari almashgan, ikki tomondagi deraza qismlari remont talab. Shu holatiga remont qilib yashayverasiz. Prixo'ja uchun ajratilgan joyi hamda razdelniy sanuzul. Buni obro'yi razdelniy sanuzulligiga, ikkinchi obro'yi nimaga? 6 metrlik balkonga. Bu yoqda esa bizning hammom qismimiz. Aristoni bor. Shu holatiga ichkari eshiklarni almashtirib olasiz, remontdan chiqarasiz, mazza qilib yashaysiz. Sharqni 5-mikrorayon, 6-mikrorayonni yaxshi ko'raman, sababi 6 metrlik balkoni bor. Panelli 4 qavatli imoratimizni 4-qavatda joylashgan, narxi esa juda ham chiroyli. Olib kelib qo'ydim sizlar uchun. Biz remont holatda o'zlarining jihozlarini olib chiqib ketadilar, qolgan narsalar qoladi. Bitovoy texnika lekin olib chiqib ketiladi. Gaz komfortka mamlaqangi shu holatiga proyekt bo'yicha mana bu yoqda kuxnyamiz uchun ajratilgan joy bo'lgan, lekin eng yaxshi ko'rgan joyimiz mana tapchanlik 6 metrlik balkonimiz. Mana shu atmosferani bitta ko'rsatgan Ozodjon, qarang, to'g'rida o'sha bizani Sherbudindan nima deydi? Maloshka Kalsoga boraverish yo'l yo'nalishi. Asl market deyshadi-ku. Juda ham chiroyli xonadon tavsiya qilyapman. Xudo xolasa narx juda ham zo'r. Juda zo'r narx. Yana savdosi bor. Aytgancha bonus qilib berardingiz deysiz-ku efirga. Bonus sizga ikkilamchi kredit. 10 ming, 12 ming, 8 ming chiqaveradi. Telefon qilsangiz qolgan ma'lumotni aytib beraman. Sizni pul miqdoringiz qancha, o'shanga qarab informatsiya bera olaman. Nima uchun efirda aytmaysiz, qancha chiqadi, boshqa deyshadi. Siz telefon qiling, ish haqingiz bormi, yo'qmi, uni menga kiriting. Men bitta so'rab ko'raman bankdan, sizga informatsiya beraman. Xudo xolasa yetkazib bera olmagan ma'lumotga albatta pastda raqam qo'yib beraman. Qolgan ma'lumot telefon raqamimizda. Like bosib tarqatinglar. Shunaqangi chiroyli narxlarda efirga shunaqangi chiroyli kvartiralarni chiqarishim uchun menga albatta obuna bo'lib, reaksiya bildiring degan umiddaman. Like bosamiz, tarqatamiz, salomat bo'ling.